Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan bo'yin mushaklari, musculi colli haqida gaplashamiz. Dastlab bo'yin mushaklarini klassifikatsiya qilib olamiz. Bo'yin mushaklari 5 guruhga bo'lib o'rganiladi. Birinchi guruh bo'yinni yuzaqavat mushaklari, musculi colli superficialis. Ushbu guruh mushaklarini ikkinchi nom bilan kraniotorakal mushaklar ham deb ataymiz. Yuqoridan kraniumdan boshlanib ko'krak qafasi toraksga kelib birikuvchi mushaklar. Keyingi mushaklar guruhi yuzaqavatning ostida joylashgan, til osti suyagi bilan bog'liq bo'ladi. Til osti suyagidan yuqorida joylashgan mushaklar musculi suprachioidei va uni ostida joylashgan mushaklar musculus infrachioidei. Bular ikkinchi hamda uchinchi klassifikatsion guruhlar. To'rtinchi guruh bular musculi colli lateralis, ya'ni bo'yinni lateral guruh mushaklari. Ushbu guruh mushaklari tuzilish jihatdan narvonni eslatganligi uchun narvonsimon mushaklar ham deyiladi, ya'ni musculus scalenilar. Va so'nggi 5-chi klassifikatsion guruh bo'yinni chuqur guruh mushaklari, musculi colli profunda yoki demak prevertebral mushaklar ham deb atashimiz mumkin. Bular umurtqalarni oldingi yuzasi bo'ylab joylashadi. Yuqorida ta'kidlab o'tgan klassifikatsion guruhlarimiz turli xil adabiyotlarda turlicha kelishi mumkin, lekin barcha klassifikatsion guruh aynan mana shu mushaklarni o'z ichiga qamrab oladi. Endi sizlar bilan har bir mushak guruhini alohida gaplashib chiqamiz. Birinchi guruh bo'yinni yuzaqavat mushaklari, musculi colli superficialis. Ushbu qavatda ikkita mushak joylashadi. Birinchi mushak musculus platysma, ya'ni ter osti mushagi va musculus sternocleidomastoideus, ya'ni to'sh o'mrov so'rg'isimon mushagi. Mana shu ikkita mushakni birma-bir gaplashib chiqamiz. Birinchi mushak musculus platysma, ya'ni ter osti mushagi. Ushbu mushak bo'yin fassiyasini ustida joylashgan bo'ladi, ya'ni fascia cervicalisni ustida joylashgan bo'ladi. Mushakning boshlanishi musculus deltoideus hamda musculus pectoralis major, ya'ni ko'krakning katta mushagi hamda deltasimon mushaklarni fatsiyalaridan boshlanib, mana shu yerdan tolalari yuqoriga qarab yo'naladi va pastki jag'ni burchagi hamda pastki chetiga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi terini tarangligini, aynan bo'yin terisini tarangligini ta'minlab berish va pastki jag'ni pastga tortib, og'izni ochishga yordam beradi. Ikkinchi mushak musculus sternocleidomastoideus, ya'ni to'sh o'mrov so'rg'isimon mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi ikki qismdan iborat bo'ladi. Uni pars sternalis, ya'ni to'sh suyagidan boshlanuvchi qismi va pars clavicularis, ya'ni o'mrov suyagidan boshlanuvchi qismi. Mushak tolalari yuqoriga qarab yo'naladi va chakka suyagini so'rg'isimon o'simtasi processus mastoideus va mana bu yerda joylashgan linea nuchalis superiorni lateral chetiga kelib birikadi. Mushakning nomi uni boshlanish hamda birikish qismlaridan kelib chiqqan. Ya'ni musculus sternocleidomastoideus mushagi. Mushakning funksiyasi ularni tolalarni yo'nalishiga, ya'ni qaysi tolasini qisqarishiga bog'liq bo'ladi. Masalan, mushakning oldingi tolalari qisqarsa, bo'yinni ventral fleksiyasi, ya'ni bo'yinni oldinga qarab egish funksiyasi amalga oshiriladi. Orqa tolalari qisqarsa esa, demak, dorsal fleksiyasi yoki ekstensiyasi amalga oshadi. Bular e'tibor beramiz, mushakni demak bilateral qisqarish, ya'ni ikkala tarafdan ham mushakni qisqarish.
bir taraflama, ya'ni unilateral qisqarsa, bo'yinni, demak, o'sha qisqargan tarafiga lateral fleksiya qiladi, ya'ni yonga qarab bukadi va qarama-qarshi tarafga qarab buradi, ya'ni rotatsiya harakatni amalga oshiradi. Mana faqat lateral fleksiyasini o'zini ham ko'rishimiz mumkin. Bular unilateral qisqarish, ya'ni bir taraflama qisqarishi. Undan tashqari, bo'yin harakatsiz holatda turganda mushak o'zi birikkan, ya'ni boshlangan, ya'ni qo'lni kamar suyaklari, to'sh hamda o'mroq suyaklarini yuqoriga ko'tarib, ko'krak qafasini kengaytiradi va nafas olishda ishtirok etadi. Keyingi mushaklar guruhi tilos suyagidan yuqorida joylashgan musculi suprahyoidei. Suprahyoid mushaklar 4 ta bo'ladi. Birinchisi musculus digastricus, ya'ni ikki qorinchali mushak. Keyingisi musculus stylohyoideus, ya'ni bigissimon tilosli mushagi. Mana shu mushak. Keyingi mushak og'iz diafragmasini hosil qiluvchi musculus milohyoideus yoki tilosli mushagi va 4-chi mushak musculus geniohyoideus, ya'ni yengak tilosli mushagi. Mana shu 4 ta mushakni birma-bir gaplashib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan suprahyoid mushak musculus digastricus, ya'ni ikki qorinchali mushak. Ushbu mushak o'z nomiga muvofiq ikkita qorinchadan iborat. Uni orqa qorinchasi venter posterior va oldingi qorinchasi venter anterior. Ushbu ikki qorincha pay vositasida tilos suyagi bilan birlashgan bo'ladi. Orqa qorinchasini boshlanishi chakka suyagini so'rg'ichma o'simtasi processus mastoideusda joylashgan. Insizura mastoideadan boshlanadi, mana shu yerda. Mushak tolalari pastga qarab yo'naladi va tilos suyagiga kelib birikadi. Ya'ni mana shu pay vositasida. Oldingi qorinchasi esa orqa qorinchani birikkan qismidan boshlanib, mushak tolalari demak yuqoriga qarab yo'naladi va pastki jag'da joylashgan, pastki jag'ning ichki yuzasida biz ko'rgandik, mana bu yerda ikki qorinchali mushak chuqurchasi fossa digastrikiga kelib birikadi. Demak, orqa qorinchani asosiy vazifasi mana bu til osti suyagini yuqoriga ko'tarish. Oldingi qorinchani asosiy vazifasi esa demak pastki jag'ni pastga tortish va tilos suyagini yuqoriga ko'tarish funksiyalarini amalga oshiradi. Mana demak mushak funksiyasini ko'rishimiz mumkin. Orqa hamda oldingi qorinchalarni qisqarish hisobidan tilos suyagi yuqoriga ko'tariladi. Va pastki jag'ni pastga tushishi oldingi qorinchani qisqarish hisobiga yuzaga keladi. Ikkinchi suprahyoid mushak musculus stylohyoideus, ya'ni bigissimon tilosli mushagi. Ushbu mushak chakka suyagi processus styloideus o'simtasidan boshlanib, tolalari pastga qarab yo'naladi va tilos suyagini korno minor qismiga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi tilos suyagini stabil ravishda ushlab turish va uni yuqoriga ko'tarish funksiyalarini amalga oshiradi. Mana demak tilos suyagini yuqoriga ko'tarish elevatsiyasi. Uchinchi suprahyoid mushak musculus milohyoideus, ya'ni og'iz diafragmasini hosil qiluvchi tilosli mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi pastki jag'ning ichki yuzasida joylashgan
Linea milohioideadan boshlanadi va mushak tolalari media kaudal yo'nalib, ya'ni medialga hamda kaudal yo'nalib, til osti suyagini tanasiga kelib birikadi. E'tibor bersak, mushakni kontralateral tolalari, ya'ni qarama-qarshi tarafdagi tolalari markazda chokni hosil qiladi, ya'ni rafia milohioideani hosil qiladi. Mushakning asosiy funksiyasi til osti suyagini yuqori ko'tarish, ya'ni elevatsiyasini amalga oshirish va til osti suyagi harakatlanmay turgan paytda pastki jag'ni orqaga tortadi, ya'ni retraksiyasini amalga oshiradi. Shu bilan birga pastki jag'ni pastga qarab tortadi, ya'ni depressiyasini amalga oshiradi. Xo'p, undan tashqari bizda demak ushbu mushak og'iz diafragmasini hosil qiluvchi mushak dedik, ya'ni og'izni tubini hosil qiladi. Oziq mahsulotlarini yutish vaqtida aynan mana shu mushak qisqarib, mana shu tarzda og'izning tubini qavaraqlashtiradi. Va buni hisobidan esa yutinish vaqti o'sha oziq mahsulotlarini yutish osonlashadi. Va 4-suprahioid mushak yengak til osti mushagi, ya'ni musculus genihiedeus. Ushbu mushak musculus milohioideusni ustida joylashadi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana musculus milohioideus, mana bu musculus genihiedeus. Ushbu mushak ham og'iz diafragmasini hosil qilishda ishtirok etuvchi mushak hisoblanadi. Mushakning boshlanishi pastki jag'ning ichki yuzasida joylashgan spina mentalis inferiordan boshlanib, tolalar orqaga qarab yo'naladi va til osti suyagini tanasiga kelib birikadi. Ushbu mushakning funksiyasi musculus milohioideusniki bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni til osti suyagini yuqoriga ko'taradi, ya'ni elevatsiyasini amalga oshiradi. Til osti suyagi harakatlanmay turgan paytda esa pastki jag'ning retraksiyasi, ya'ni orqaga qarab tortishda hamda pastki jag'ni pastga tortish depressiyasini amalga oshiradi. Shu bilan birga aytdik biz demak og'iz diafragmasi mushagi deb buni. Xo'p, og'iz diafragmasi mushaklari yutinish vaqtida og'iz bo'shligiga qarab qavaraqlashadi va yutinishni osonlashtiradi. Musculus milohioideus bilan birgalikda.